Yana bir yangi kun va hozir maktabga borishimga to'g'ri keladi. Lekin bugun nimagadir o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Xuddi bir ajoyib ish bo'ladigandek. Shuning uchun ham umid qilamanki, bugungi kun avvalgilardan ko'ra ancha yaxshi o'tadi. Aytgancha hammaga salom va kim bilmasa mening ikkinchi kanalim bor va u yerda juda ham qiziqarli videolar chiqib bormoqda. Shuning uchun ham ularni o'tkazib yubormaslik uchun nima qilish kerak? To'g'ri, obuna bo'lish kerak. Ssilka описаниеda va tepadagi yozuvda. Hammani o'sha yerga taklif qilaman. Hozir esa biz sizlar bilan birgalikda maktabga otlanamiz. Hamma narsamni tayyorlab olganman. Bu safar kechikib qolish yo'q. Shuning uchun ham vaqtli borishim kerak. Yana Rob meni kutib turgan bo'lsa kerak. Maktab yonida menga aytgandi, "Xo'sh, bo'pti, ketdim. Bugun ancha-muncha vaqtli boradigan bo'ldim." Yaxshi, ko'ramiz endi Rob nima derkin bugun. Menga juda ham bir yaxshi narsa aytmoqchi edi. Zo'r g'oyam bor deyotganimda hozir ko'ramiz nima menga tavsiya qilarkan bu safar. Xo'sh. Maktabgacha juda ham oz qoldi, chunki maktab yonida yashash bu juda ham yaxshi. Lekin men har doim kechikib borardim. Bugun esa juda ham vaqtli turdim. Kechikib bormaslik uchun hozir Rob bilan salomlashamiz. Agar shu yerda turgan bo'lsa, mana shu yerda turibdi ekan. Xo'sh. Bu yerda nimaga qarayapti? Rob. Darb, salom. Salom, nimaga qarayapsan? Ana bu yerdagi mashinaga. Qaysi? Ana u yashil mashinami? Juda ham zo'r ekan, u Leon dadasining mashinasi. Yo'q, Leon dadasini-ya. Kim bo'lib ishlaydi o'zi? Bilmadim, qanaqadir biznesmen. Bu qanaqa joyga turibsan? Bilmadim o'zim, qanaqadir chiziqlar. Okay. Xo'sh, menga nima demoqchi eding? Xullas senga zo'r narsani aytmoqchiman. Xo'sh, nima ekan? Bilasanmi? Kel biror bir mashq qilamiz. Mashq? Masalan, sport zalga borsak bo'ladi va biz maktabdagi eng zo'r kachoklarga aylanamiz. Qani, yaxshi fikrmi? Fikring yaxshi-ku, lekin bilmasam bizda sport zal bormikan? Albatta bor, men bittasini bilaman. Yo'q. Boramizmi? Harakat qilib ko'rish kerak, lekin bu safar meni hayron qoldirding. Fikring yoqdi menga. Ajoyib xursandman. Xo'sh, qayerda ekan? Shu yerda maktab yonidagi sariq binoda yuraver. Yuraver. Xo'p, yuryapman. Buril. Mana bu sariq binodami? Shoshma, mashinani bir ko'ray. Xo'p, mayli, lekin nimasini ko'rasan? Qanaqadir daftarimning rangi o'xshar ekan. To'g'ri aytasan. Lekin rostdan ham ajoyib mashina. Albatta men bu qanaqa mashinaligini umuman bilmayman. Qiziq, lekin ko'rinishi juda ham ajoyib. Bizga ham shunaqa mashina nasib etarmikan? Albatta, agar yaxshi o'qisak nasib etadi. Shunga umid qilaman. Bo'la qoldi, ketdik. Xo'sh. Mana shu yer, shu yer, kiraver. Xo'p, sen bu yerga kelganmisan avval? Yo'q, shunchaki tanishlardan eshitdim. Eshikni ochaymi? Och. Okay. Rostdan ham. Qiziq. Zo'r ekanmi? Bu yerda hamma bunga rostdan kachoklar o'tirishibdi. Albatta, undan tashqari eshikni yopib qo'y. Bizga g'alati qarashyapti. Mayli. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum xo'sh, nima xizmat? Biz bu yerga xullas nima desam ekan, trenirovkaga kelgan edik. Xo'sh, bizni olasizmi? Anchadan beri yoshlar kelmay qo'yishgandi. Yoshlar kelganda juda ham ilhomlanib ketaman. Mayli, albatta sizlarga murabbiylik qilaman. Faqat oyiga nima qancha desam ekan, $300 bo'ladi. $300? Xo'sh, evaziga nima bo'ladi? Evaziga qani xuddi menga o'xshagan kachok bo'lasizlar. Yomon emas. Albatta, xo'sh. Rozimisizlar? Biroz o'ylab ko'rishimiz kerak. Albatta. Lekin zal zo'r ekan. Ikkinchi qavatda nima bor? Ikkinchi qavatda yugurish yo'lakchalari. Tushunarli, rahmat. Житель. Xo'sh, yoqdimi? Yo'q, yoqmadi. Bu yer qimmat ekan. Oyiga $300, bilasanmi? Undan ko'ra oyiga $300 ga o'zimizga qo'riqchi yonatganimiz yaxshi. Rostdan ham qo'riqchi yonatsak bo'lar ekan. Tushunarli. Demak, sening uchun qimmatlik qiladi. Albatta qimmatlik qiladi. Sen uchun bilmadim-ku, lekin men uchun bu juda ham qimmat. Oyiga $300. Undan ko'ra kaltak yeganim yaxshi yoki qo'riqchi yollayman. Mayli. Xo'sh, bo'pti. Vaqt ham bo'lib qoldi, shuning uchun tezroq kirishimiz kerak darsga. Aks holda bilasan. Salom janob qorovul. Alaykum. Birinchi soat bizga nima edi? Salom Vinsens. Direktor. Xo'p, hozir boraman. Shoshma, nima bo'ldi? Bilmasam, meni direktor chaqirganmish. Tushunarli. Xo'sh. Assalomu alaykum janob direktor. Va alaykum salom.
Xo'sh, o'tirchi. Xo'p, mana o'tirdim. Endi esa eshit. Xo'p, qulog'im sizda. Kuni kecha Leo seni hammani yonida urgandi-ku. Aha. Xullas, menga bolalar aytishdi, undan tashqari bu haqda dadangni ogohlantirdim. Dadamga nimaga aytingiz? Chunki bu meni vazifam. Xo'p, mayli keyinchi. Va biz chora ko'rdik. Leon dadasini bu yerga chaqirtirdik va xullas endi u boshqa senga tegmaydi. Zo'r bo'libdi-ku. Shunday bo'ldi. Endi esa darsingga bor. Rostini aniq endi tegmaydimi? Nima bo'ldi o'zi? Hech nima, yigitlar menga aytishdi, bolalarda xullas. Va men bilib oldim hammasini. Xo'p, yordam uchun katta rahmat, janob direktor. Bo'pti, ishlaringizga omad. Bilasanmi, direktor Leon dadasini bu yerga chaqirtirib, Leonni rosa tuzlatgan bo'lsa kerak, chunki direktorning aytishicha rostdan ham shunday bo'lgan. Ajoyib-ku, endi bizni tinch qo'yadimi? Bilmadim, lekin direktor aytishicha, tinch qo'yadi. Men hozir daftar olay, xo'pmi? Kiyinish xonasida menda qolganda o'tgan safar. Xo'sh. Bu yerda bitta yigit, hozir olaman. Yaxshi. Bilasanmi, hozir 1-soat nima bo'lishini? Yo'q. Men ham bilmayman. Nima qilamiz? Bilmadim, keyin qidiramiz qolganlarni. Xo'sh. Leon o'zi ham ko'rmayapti. Har doim bu yerda yurgan bo'lardi, ayniqsa kiyinish xonasida o'tirardi. Jinurson, ket. O'taver. Xo'p. Xuddi hech nima bo'lmagandek o'taman, Jinurson. Yo'mayo. Menga qaramadimi? Bilmadim, fikr xayolani olib bolada. Gaplashib o'tiribdi. Jinurson biz tomonga qaramayaptimi? Menimcha yo'q, lekin men sen tomonga qarayapman. Bu juda ham g'alati ko'rinyapti. Umid qilamanki ko'rinmayapman. Yaxshi. Qanaqadir yigit bilan gaplashib o'tiribdi. Qiziq, Leo mana bular bilan gaplashib qo'yadi, menga esa yo'q, Jinurson. Mayli, qani shu yerni ko'raylik-chi. Yo'q, biznikilar bu yerda yo'q. Qayerdan olding bu yerda bo'ladi deb? Chunki esimga tushib qoldi 1-soat rus tili ekani. Haya. Xo'sh, bo'pti, ketdik. Yura qol. Salom. Ishimiz bor, bo'la qol, jetel. Xo'p. Jinurson, darpaqilda o'zgamsan. Mana bu gaplashib olish uchun imkoniyat edi. Bilaman, lekin unchalik ham yaxshi ko'rmayapman, bilasanmi? Leo bilan birga bo'laversin, baxtli bo'lsin. Leo unga munosib bo'lsa kerak. Menga o'xshagan qo'rqoq emas. Leo. Shunday. Mayli, siqilma, deb yaxshisini topasan. Katta rahmat. Bo'pti. Yo'q, adashib kirib qoldim, bo'pti. Adashmading, qayt, tezroq qayt. Xo'p. Xo'sh, Rob, nima bo'ldi? O'zing bilasan nima bo'lganini. Ajoyib. Nimasi ajoyib? Sen deb dadamdan qancha gap eshitdim. Yaramas. Meni nima aybim bor? Agar sen chaqma-chaqalik qilmaganingda shunday bo'lmagan bo'lardi. Nima? Men emas, sen meni hammani ko'z o'ngida urganing uchun shunday bo'ldi. To'g'ri, bu meni xatoim edi, lekin bunaqangi xatoni boshqa qilmayman. Lekin direktorga va'da bergansan, endi meni urmayman deb. To'g'ri aytasan, va'da berganman, urmayman deb, lekin do'stlarim urmaydi deb emas. Tushunyapsanmi nima bo'lishini hozir? Har doimgidek yana ikkilashib meni urishadi. Shunday bo'ladi. To'g'ri, mayli, bo'la qolinglar, tezroq darsga kirishim kerak. Shunchalik achinarlisanki, hozir seni urishlarini tabassum bilan kutib olasan. To'g'ri, nima ham qilardim, yig'laymi? Menga farqi yo'q nima qilishingni. Asosiysi hozir hammasi uchun javob berasan. Mayli, qo'lingdan o'zi shu keladi, o'zing endi hech narsa qila olmaysan, faqatgina do'stlaring orqali, xuddi shunday. Mayli, boshlanglar. Albatta, men esa hozir chiqib ketaman. Yigitlar, holg'a. Boshlandi. Mana, olinglar, bu safar men ham javob qaytaraman. Mana, yog'och, zo'rkanmi? O'zingiz bir yoqqa qilib keyin darsga tushasizlar. Kelib qolinglar. Rob, sen esa bu yoqqa yur. Mana, Jinurson, qoch. Mana, do'sting tugadi hozir, seni ham. Bo'li, yo'q. Stop. Jinurson, nimadir turab qo'ydimi? Jinurson, albatta, eshik. Rob. Kela qol. Hozir o'zim eplayman. Bunisini bir marta yiqdim, yana yiqta olaman. Yo'q. Hozir shunday ketib qolaman. Bo'ldi. Ahvoling yaxshimi, ishqilib? Epladim. Ajoyib.
Mana bu yerga hozir. Rob, nimani kutyapsan? Bu yoqqa kel. Jin ursin. Yaxshimisan o'zi? Ha, yaxshiman hozir. Biroz og'riq qoldiruvchi ichib olay. Lekin yomon qilishdi. O'zim ham shunday bo'ladi deb o'ylagandim. Bu yaramas endi, o'zi seni urmaydi, faqat do'stlariga aytadi. Shunday bo'ladi. Nimaga avvalroq eshikni ochmading, yordam bermading? Shunaqa ham do'st bo'lasanmi? Men qo'lim bog'lab qo'ygandim mana shu yerga shkafga. Biz zo'rg'a yechib oldim va senga yordamga keldim. Tushunarli, lekin baribir ham men hazillashdim. Yordam berishga majbur emassan menga, Rob. Shuni bilib qo'y, xafa bo'lib yurma yana. Yo'q, hech qisi yo'q. Mayli, lekin rahmat eshikni ochganing uchun. Xo'sh, buni ham nima bo'ldi? Suv bormi senda? Darb. Ha, bor. Berib tur, yomon chaqab ketdim. Senga aytdim-ku, qolishing shart emas edi men bilan birgalikda qo'shimcha mashg'ulotlarga. Axir biz do'stlarmiz-ku. Unda nimaga yonimga o'tirmading yoki mana bu orqamgami? Bir parta orqaga o'tirib olgansan. Hozir kechirasan. Mayli, hozir. Chiqishgacha 15 daqiqa qolibdi. Yaxshi. So'zim kelmadi. Nima? Bitta savol bermoqchi edim. Tushunarli. Mayli, balki ko'chada ko'rib qolsak savol berarmiz. Ya'ni maktab ichkarisida. Maktab ichkarisi ko'chada. Xullas, shunchaki kun oxiri bo'lgani uchun charchaganman, adashyapman. Hech qisi yo'q. Mayli, xo'sh. Yo'qmi-yo'q. Bilasan nima bo'ladi? Sizlarga yetmabdi. Bizga emas, senga yetmadi. Odamlarimga qo'l ko'taradigan bo'lib qolding mahalla. Yana men bir o'zimman. Ham himoyalanmasligim kerakmi? Bo'la qol, kuchingni ko'rsat. Osh. Darb, uyg'on. Nima bo'ldi? Janob qo'ravul qayerdaman? Sinfdasan. Nima bo'ldi? Meni eshik oldida urishgandi-ku. Sen hushingni yo'qotding, keyin esa seni ham bu yerga kelib yana urishdi. Kel, hammasini yana direktorga aytib beramiz. Xo'sh. Yo'q, yaxshisi unday qilmagan ma'qul. Aks holda bundan ham yomon bo'lishi mumkin. Men xohlamayman. Quloq sol, menga umuman yoqmaydi maktabda mojaro janjal bo'lsa. Yana do'sting to'ppa-to'g'ri aytayapti. Uni gapiga quloq sol va direktorga aytib ber hammasini. Yoki istasang men o'zim hammasini hal qilishim mumkin. Kuchlar teng bo'lmaganda qanaqasiga mushtlashish bo'lishini ularga ko'rsatib qo'yaman. Sizga ishonaman, siz ulardan juda ham kuchlisiz, lekin har doim ham yonimizda bo'la olmaysiz. Yaxshisi, hozir o'rnimdan turishim kerak. Mayli, hozir stolni ushlab, yo'q. Hozir bo'ldi. Turib oldim. Xo'sh, Rob, nima qilamiz? Bilmasam, direktorga aytmasang ketdik unda. Ketdik, gapni eshitmadinglarmi? Direktorga aytmasanglar bo'lmaydi yoki menga. Yo'q, katta rahmat sizga ham, direktorga ham, lekin o'zimiz hammasini yaplaymiz, Rob. Mayli, o'zingiz bilasiz, lekin biror nima bo'lsa menga murojaat qilinglar. Xo'p, rahmat. Soat necha bo'ldi? Soat 2 bo'lyapti. Jin ursin. Boshim ham og'riyapti. Maktabga hech kim qolmagandir, qolmagan. Jin ursin, soat 2. Hozir borsam dadamdan gap eshitishim aniq. Lekin balki indamas. Mayli, ko'ramiz. Xo'sh, hali ham borishni istamaysanmi trenirovkaga, sport zaliga? Yo'q, umuman, chunki u yer juda ham qimmatli qiladi menga. O'zing bilasan. Lekin rostini aytsam, menga ham qimmatli qiladi. Agar xohlasam ham dadam qo'ymaydi baribir. Tushunarli. Bilasanmi? Yaxshisi dadamdan yordam so'rasak bo'ladi. Dadam bizga hammasini bepulga o'rgatishi mumkin. Chunki dadam ham ko'p yillar davomida ana shunday sport zallarga borib keladilar va ularni albatta menimcha tajribalari bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta bo'ladi. Xo'sh, so'raymizmi? Aytgancha, bugun seni uyimga taklif qilaman. Oyga, o'tiramiz, ovqatlanamiz, mashq qilamiz. Xo'sh, nima deysan? Xo'p, mayli. Mayli, unda ajoyib, kelaver. Hozir mana shu yerda men yashayman. Bunisi emas, mana bunisi. Ajoyib. Hozir kiramiz. Kela qol, xo'sh, eshik ochiqmi? Ochiq, yaxshi. Dada, biz keldik. Xo'sh, pardalarni keldik desammi? Kim bilan kelding? Do'stim. Qaysi do'sting yana? Maktabdagi sinfdoshim Rob. O kuni tunda chiqqandik-ku o'sha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Derbni dadasi. Mana shu Rob bo'ladi. Tanishganimdan xursandman, Rob. Men Derbni dadasiman. Mana ajoyib tanishib oldinglar. Xullas, dadasidan bir narsani so'ramoqchi edik. Biz Rob bilan bilasizmi, mashq qilmoqchimiz, kachok bo'lmoqchimiz, televizorda ko'rsatishadi-ku ana shunaqa. Va men bilaman, siz ham shunday desam ekan, trenirovkalarga borgansiz va bizga yordam bera olasizmi?
Albatta, meni tajribam bor. Ha, ajoyib bo'ldi. Chunki sport zalga borsak bizga $300 deyishdi oyiga. $300 oyiga 5-6 yilda qancha bo'larkin, a? 5-6 yilda. Albatta, axir 2 oyga yoki 1 yilga uzog'i bilan kachoq bo'lishni istamasizlar, a? Aha. Unda chuchvarani xom sanabsizlar. Unday kuchli bo'lish, kachoq bo'lish oson emas. 5-6 yil kamida ketadi unaqangi bo'lish uchun. Nima uchun? Chunki bu uzoq va og'ir mehnat. 1-2 kunda bo'ladigan ish emas yoki 1-2 oyda. Ha, tushunarli. Xo'sh, keyinchi? O'zi nimaga sizlar birdaniga kachoq bo'lgilari kelib qoldi, a? Shunchaki Qizlarga yoqmoqchimisizlar? yo'q, nimalar deyapsiz? Shunda nimaga? Leo uchun, a? Leo qayerdan bildingiz? Direktor menga hammasini aytgandi. Yo'q. Ana endi tushundim. Istasanglar albatta sizlarni mashq qildirishim mumkin, lekin bu sizlarga foyda beradi deb o'ylamayman, chunki undan ko'ra mashq qilmadingiz ma'qul. Mashq qilib o'zingizni epaqaga keltirib olguningizcha uzoq yillar o'tib ketadi. Undan ko'ra shunchaki chidaganingiz ma'qul. Tushunarli. Lekin boshqa bir narsa sizlarga yordam berishi mumkin. Nima? Sizlarga nima desam ekan, jasurlik yetishmaydi. Sizlar qo'rqasizlar birinchi bo'lib urushga. To'g'ri aytasiz. Tentakka o'xshab kachoq bo'laman deb yurmasdan, bir-biringiz bilan mushtlashing. Shunda o'rganasizlar birinchi bo'lib urushga, bir-biringizda mashq qilib, texnika deganlaridek. Texnika? Usullar masalan. Yordam uchun katta rahmat. Endi hozir chiqib bir-birimizni mushlaymiz. Mushlab uramiz, yaxshilab tepamiz bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Birinchi qadam. Xo'p, maslahat uchun katta rahmat dadajon. Mayli, hozir biz do'stim bilan gaplashib olamiz. Ichkariga kirib maylimi? Albatta. Xo'p, va aytgancha burger tayyorlab beringizga. Burger? Mayli. Biz esa ungacha Rob bilan gaplashib olishimiz kerak. Juda ham muhim mavzuda. Albatta. Xalaqit bermayman sizlarga. Yaxshi. Xo'sh, yura qol Rob. Okey. Rostini aytsam, dadam yordam beradilar deb o'ylagandim. Lekin noto'g'ri gap aytmadilar. Rostdan biz birinchi bo'lib urushga. Bu yerda grosha bor ekan. Albatta, yana o'zbekchasiga boks xaltasi deyiladi. Ha, tushunaman. Gantellar. Xo'sh, nima qilamiz? Nima qilardik? Dadam aytgandek bir-birimizni hozir do'pposlamaymiz. Ajoyib, tushunaman. Xo'sh, hozir narsalarni qo'yib bu yerga tashlashim kerak. Hammasini hozir ovqatlanamiz va chiqib mushlashamiz. Tayyormisan? Ha, tayyorman.